erim boshqa ayollar bilan bilgan paytim. Bilasizmi qanaqa o'zimni tutardim? Bildirmasdim bilib qolganimni. Nimaga parda yirtilmasin derdim-da. Shunaqa mashtum qaynardi. Voy, erimga yozilgan sevgi xatlarini o'qiganimda bor-ku, bilib turibman xiyonat qilgan erim. Shunda olib kelib berib, menga berishda ochganim yo'q, bildirmay ochib kuleylab qo'yganman. Bilmarimcha shantajsiz hayotda maosh qilmaysiz, dadasi. Men sizga ishonaman deganman-ku, lekin dapatalqa prigits qilib kullab o'zimga kelmaganman-da. Lekin erimga yaxshi gapirishda davom etganman. Ayol bilan erkak o'rtasidagi xiyonatda, xotinlar o'rtasida mana ayollarimiz bitta narsada yugurib olib, erini birov bilan tutib olsa, sholla qilib urib, yulib pardani yirtib qo'yadi. Xotinlar o'rtasidagi parda yirtilgandan keyinchi u erkak darsh qiladi. Ayol aqlli bo'lsa shu pardani yirtish kerak emas-da. Hayotda men erimga telefon qilganda qattasiz demasdim. Ovqatlandingizmi, yaxshimisiz? Nechalarga qilay ovqatni? Hujumga kelasizmi? Shunaqa derdim-da. Shu paytda o'zi qatta nima? Zvonoklarda aniqlayapti. Shochi kelinim betaman. Qattasi deb savol bermang. Mendan so'rayapsiz. Bir kun bitta ayol telefon qildi. Mani erim qani? Mengacha uy olib bermoqchi edilar-da, bir narsa bir balola qarochi. Miya mana shunaqasidan ketyapti dedi, to'xta dedim. Ha, dedim. Sizga uy olib bermoqchiman dedim. Mani erim shunaqa mujik dedim. Sizdaka dedim, mana shunaqa behayo ayollari dedim. Unitazidek ishlatib ketaveradi. O'shaning uchun dedim, eng boshdan kelishib olmabsiz erimni olib berish haqida dedim. Endi meni bezovta qilmang dedim. Men gapirgan, mani erim menga gapirish foydasi yo'q dedim. Erim tomonidan. Mujik eplagan qilgan dedim. Hamma erkak ham sizga aldab keta olmaydi deb qo'yib qo'ygan. Men aytamanki, mana shunaqa vaziyatlarda, xiyonatlarda ham mana ayollar bildirish kerak emas-da. Erkak qo'rqsa, ehtiyot bo'lib oilasidan u qo'rquv erkakda yo'qolgandan keyin xohlaganingni qil deydi. Xohla ajrash, xohlash, keyin nima bo'lasiz? Majbur yashaverasiz, erkak emas, aql davom etadi. Shuning uchun shu xiyonatda ham juda ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylayman-da ayol kishi.